Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Anvarul Manasik kitobidan yana o'qishni davom etamiz. Bugungi suhbatimiz bugun ziyoratga otlanayotgan ziyoratchilarimizga birinchi qilinadigan nasihat deydilar. Vatandan Baytullohgacha haj safarining boshlanishi. Haj safarini boshlashdan oldin gunohlardan astoydil tavba qilmoq lozim va zarurdir. Zero haj safaridan eng muhim va asl maqsad ham gunohlardan tavba qilishdir. Tavbaning qabul bo'lishi uchun esa tavba qilguvchi kishining zimmasida hech bir bandaning haqqi qolmasligi kerak. Biror kishiga jismoniy, moliyaviy yoki ma'naviy zarar yetkazgan bo'lsa, uning haqqini ado etsin. Undan kechirim so'rasin, rizoligini olsin. Agar zimmasida biror kishining omonati bo'lsa, uni ham qaytarsin. Shundan so'nggina dil va fikrni bir joyga jamlab, Allohga astoydil tavba qilsin. Shunda tavba haqiqiy hisoblanib, uning qabul bo'lishiga umid bog'lasa bo'ladi. Azizlar, ushbu jumlalardan bizga ma'lum bo'lyaptiki, demak, bugun safarga chiqishligimizdan oldin o'zimiz mana shunday bir uyga kirib, holi o'tirib, kerak bo'lsa bitta oq varaq olib turib, aqlimizni taniganimizdan beri bugungilik kungacha biz kimlarni xafa qildik? Kimi dilini og'ritdik? Kimi haqqini bir vaqtlar zalolatda yurganimizda balkim yegan bo'lishligimiz mumkin bo'ladi. Bugun hidoyat topishligimiz demak ularni esdan chiqarishlikka dalolat qilmaydi. Haqqulloh va haqqul abd bor. Ya'ni Allohning haqqi bor va bandaning haqqi bor. Demak, biz atrofimizdagi qo'ni-qo'shni, mahalla ko'ydagi do'st yonlarimiz, yaqinlarimizni ko'yni ortgan bo'lsak, ulardan rizolik so'rab, ulardan uzr so'rab, ular bizni hattoki dilimizni ortgan bo'lsa, men seni kechirdim Xudo uchun deb hatto kechirishligimiz lozim bo'ladi. U kechirim so'ramasa. Bugun haj safarga chiqayotgan ba'zi bir aka-ukalar, o'rtasida gapirmasdan necha yillar gaplashmayotgan aka-ukalar bor. Farzandlar borki, otalari bilan, onalari bilan gaplashmaydi. O'zlaricha ota-onasidan xafa bo'lgan farzandlar borki, bularga qilinayotgan nasihat, demak, yozib chiqaylik. Kerak bo'lsa yozib, palonchini men dilini ortgandim, yo palonchidan men xafa edim, palonchini men mana bu yili pulini olgan edim yoki haqqiga xiyonat qilgandim deb berolsak, o'ziga borib uzrimizni aytib qo'liga beraylik. O't ketgan bo'lsa, uning yaqinlariga beraylik. Demak, mana shu narsalarga qattiq e'tibor berishlikni nasihat qilyaptilar va bundan keyingi jumlalardan bir boshdan nasihat qiladilar. Haj safari uchun 30 ta tavsiya. Birinchi tavsiya: hajga ketayotgan kishi kimlardan norizo bo'lsa, ular bilan uchrashib, ularning ham o'zining ham ko'ngli sof qilib olsin. Ikkinchi nasihat: biror kishiga zulm qilgan bo'lsa, undan kechirim so'rab olsin. Uchinchi: biror kishining molini nohaq yegan bo'lsa, o'sha narsani mislini u kishining o'ziga yoki vafot etgan bo'lsa, merosxo'rlarga bersin. To'rtinchisi: hamma gunohlardan tavba qilsin. Beshinchisi: ota-onasining rizoligini olib, keyin safar qilsin. Oltinchisi: xotini va bola chaqasini xotirjam qilib, so'ng safarga chiqsin. Yettinchisi: zimmasida kimningdir qarzi bo'lsa, uni ado qilib, keyin safar qilsin. Mana bu nasihatlardan ko'rib turibmizki, albatta ota-onalarimiz ham duolarini olib, chiroyli safarga chiqishligimiz, shu bilan birgalikda bugun kimlardandir qarzlari bo'lib safarga chiqishlik bu joiz emas. Bo'ynimizda qarzimiz bormi? Oldin uni ado etaylik. Endi savdo sotiqda bo'ladigan o'rtadagi muomala, qarzlar bunga xalaqit qilmaydi, lekin o'zi kimlardandir haqiqiy qarzimiz bor-u, lekin uni cho'zib yurib bugun safar qilishligimiz siz bilan bizga joiz emas. Oldin qarzni ado qilaylik, bo'ynimizdan soqit qilib rahmat aytib, ana u da birodarimizdan rozi rizochilik bilan yo'lga chiqishligimiz lozim bo'ladi. 8-nasihat: yaxshi
va solih insonlar bilan safarga chiqsin. 9-si hajning zaruriy masalalarini o'rganib va tushunib olsin. 10-si haj amallari haqidagi kitobni o'zi bilan birga olib ketsin. 11-si haj safarini xolis ibodat jihatidan qilsin, toki unda biror tijorat asosiy maqsad bo'lmasin. 12-nasihat o'zidan riyokorlik va shuhratni uzoq qilsin. 13-nasihat butun safar bo'yi kamtarlik va hokisorlik bilan yursin. 14-si zaruriy narsalarni sotib olishda narxni ziyoda tortishmasin. 15-si safar davomida pulni sarf qilishga ziqnalik qilmasin. 16-nasihat hamrohlariga pul sarf qilishda ham bag'ri keng va saxiy bo'lsin. 17-si uydan chiqib ketishda muhtoj kishilarga sadaqa qilsin. 18-nasihat safar mobaynida zaruratmand kishilarga xarj qilish niyatida pulni ko'proq olsin deydilar. Demak, mana bu joygacha bo'lgan nasihatda esa hajga ketyapmizmi? Sal tayyorgarlik ko'rib boraylik. Hatto mana ko'p yillar mana shu umrada xizmat qilib kelyapmiz. Eng asosiy muammolardan tayyorgarlik qilinmaydi. Hatto ihrom qilayotgandagi niyati yodlanilmaydi. Labbayka, mayli niyat. Labbayk Allohumma labbayk deb eng ulug' ibodat, talbiya, zikrni chiroyli ayta olmayotgan ziyoratchilarimiz bor. 50 boshi boshida labbayk Allohumma labbayk desa, mana shuni bir xil ayta olmaymiz. Nimaga? Chunki bu zikrni tilimizga o'rgatmaganligimiz uchun mana shunaqa kamchiliklar bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu safarga chiqishdan oldin albatta bu zikrlarni siz bilan biz o'rganib, niyatlarni o'rganib, yodlab safarga chiqishligimizni nasihat qilyaptilar. Va safarga chiqayotganda xolis Alloh uchun qadam bosishligimizni nasihat qilyaptiki, bu ibodatimizga riyo, shuhrat aralashmasin. Va bu safarimizdan maqsad ulug' ibodatni niyat qilaylikki, yana u joyga borsam, xarajatlarimni chiqarib olaman deb qurutmida, asalmida olib, u joyda bizni xalqimizni sharmanda qilmaylik. U joyda hech kimga hech narsa kerak emas, hamma yo'q yetarli. Va borganimizda yaqinlarimizga hadiya olayotganimizda, ana shu hadiyalarni olayotganda ortiqcha tortishmasdan, birodar, tushib berasanmi? Tushib bersa tushib ber, tushib bermasa uni pastga urib, boshqa qilib tortishib, hattoki eng asosiysi Madina xalqidan olayotganda ehtiyot bo'lib hadiyalar olishlikni nasihat qiladilar ustozlarimiz. Va bu safarimiz davomida safarga chiqishdan oldin qo'limizdan kelgancha muhtoj bo'lganlarga sadaqa qilib va safarimiz borib kelganimizgacha birodarlar bilan joy kelib qolganda sarf xarajat qilib ularni mehmon qilishlikda kerak bo'lganda bunda ziqnalik qilmaslikda va u joyda ba'zi bir muhtojlarga ham sadaqa qilishlikda yaxshi niyatda ko'proq imkoniyati bor insonlar pul olsa yaxshidir deb nasihat qilyaptilar. 19-nasihat uyda 2 rakat namoz o'qib so'ng yo'lga chiqsin deydilar. 20-nasihat ketish vaqtida do'stlari bilan qo'l berib xayrlashsin va ulardan duo olsin. 21-nasihat odamlar ham hajga ketayotgan kishidan duo qilishini so'rasinlar. 22-nasihat so'ng safar duosini o'qisin. 23-si safar mobaynida qayerga tushsa o'sha yerda 2 rakat namoz o'qib olish mustahabdir, ya'ni fazilatdir. Qulay imkoniyat topganda 2 rakatdan namoz o'qib olsin, agar imkoniyat bo'lsa. 24-nasihat safar chog'ida Allohni ko'proq zikr qilib, o'zi, ota-onasi, farzandlari, ahli oilasi hamda barcha musulmonlar haqqiga ko'pdan ko'p duolar qilsin. 25-nasihat safar davomida urushib, tortishish, ziyon yetkazish, til bilan ozor berish va boshqa shu kabi salbiy odatlardan qattiq saqlansin deydilar. 26-nasihat har kimni muhabbat va yumshoqlik bilan qarshilasin. 27-nasihat namozlarni jamoat bilan o'qishga ahamiyat bersin. 28-si
ba'zi mamlakat odamlari xufton namozini shom vaqtida o'qib olishsa, ularga e'tibor qilmasdan namozlarni o'z vaqtida o'qisinlar. 29-nasihat: imkon qadar sunnat va nafl namozlarni ham o'qishga g'ayrat qilsin. 30-si: namoz vaqti kirib yerga qo'ngungacha uning qazo bo'lish ehtimoli tug'ilsa, odamlarga azob bermasdan o'qib olsin deydilar. G'unnatun Nasik kitobidan. Demak, azizlar, mana shu joyda ahamiyat beradigan narsamiz, ya'ni samolyotga minishdan oldin tahoratlarimizni qilib, qaysi namozlar shu safar davomida samolyotda o'qilishiga ham e'tibor qaratib, namozlarni qazo qilmagan holatda imo ishora bilan kerak bo'lsa o'sha samolyotda o'qib olishligimizga katta ahamiyat beraylik. Va safarimiz davomida yo'llarda turli mamlakatlardan kelgan mo'min musulmonlar bo'lganligi uchun ba'zi birlar shom vaqtida xuftonni ham o'qib oladilar. Biz ham o'qib olishimiz kerakmi deb turli fitna chiqarmasdan 50 boshlarga itoat qilib, har bir namozni o'z vaqtida o'qishligimiz lozim bo'ladi. Va u joyga borganimizda har bir namozimizni sunnatlariga amal qilib, namozlarni ham sunnatni o'z vaqtida o'qishligimiz lozim bo'ladi. Demak, azizlar, mana shu joygacha siz bilan bizga ustozlarimiz 30 ta nasihatlarni qildilar.